Ofitsiant bizga shotda olib keling. Reelsmi? Ajoyibmisiz? Biz bayta hozir ko'pi bilan istoriyaga yarasha yedik. Nimaga reels qo'yib berarkanmiz? Sizga gapirish oson. Sizda 1 millionta podpishchik bor. Menda bo'lsa 200 donagina. Qachongacha shunaqa xayol bilan yashaysiz? Shunaqa мыслить qilsangiz, shunaqa o'zingizga o'zingiz to'lab yuraverasiz. Faqat aytmang, manikyurni o'zimni shotimga qildiraman deb. Yo'q, o'zim uyda qilaman. Вот manda hamma narsa по barteru. Kiyimlarim, manikyurim, salonim, trenajyorniy zalim. Hech narsamga pul to'lamayman, pul sarflamayman. Siz ham shunaqaga o'rganing. Ha, mana shu yerda olib kelishibdi. 300 ming bo'pti. Biz hozir shuni to'laymizmi? Ular hozir bilishmayapti qanaqa reklamani qo'ldan chiqarishayotganini. Keling, uni ikimizni yozib tursak, qochib ketamiz. Voy.